to'xta, o'zingni bosing. O'zingni bosmaysan. Bilardim menga e'tiborsizligingizni hech qachon ahamiyat qilmagansiz menga. Meni kechir. E'tiborsiz bo'lgansiz menga. Qaytarma kechir, qaytib senga xiyonat qilayman. Kechiraymi? Akangiz ushlab oldim. Voy, kiring. Yo'q, ketaman. Yo'q, ketaman. Yo'q. Balki noto'g'ri tushungandirsiz. Yo'q, men ushlab oldim. Hammasini ko'rdim. Ko'zim bilan ko'rdim. Ketaman. Voy, kenayi. Yo'q, ketaman. To'xtang, aka, ro'yxatda shunaqa bo'ldimi? Kenayi, hamma adashadi-ku hayotda. Bolalaringiz bo'lsa, hamma hayotda xato qiladi-ku. Kechirib qoling. O'rnimda bo'lganingizni kechirgan bo'larmidingiz? Ha? Olam uchun kechirgan bo'lardim kenayi. Axir o'rtada bolalar bo'lsa, erkak kishi xato qiladi-da. Siz shunaqa deyotgan ekansiz. Mayli, men siz uchun kechiraman. Tavba qiling adasi. Seni uyga kirmaysan? Yo'q. Bir uyga keldim aka, o'zi shoshayotdim. Kuyov hozir hadimi ishdan kelib qoladi. Ovqatga qarashim kerak edi. Sinem. Rahmat senga. Boshqa bu xatoni qilmang aka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Tabiiy kuyov bola. Aka seningiz uyga ketib qoldi. Nima bo'ldi? Shu ozgina yomon yo'lga kirib qoldim, bitta yo'lga ilakishib qoldim. Astagfirulloh. Kuyov bola. Bu dunyoni o'zida qaytadigan ikkita gunoh bor. O'zidayoq qaytadi. O'shani bittasi zino bo'ladi. Hozir boradi aytaman. Aniqmi? Aniq bo'ladi. Tavbani qilib birga yashaylar. Qaytib kelmaydigan bo'lib ketgan aka. Men boradi dedim-a, boradi. Tinchlikmi adasi? Kuyov bola telefon qildi. Nima dedilar? Yomon ayollarga ilashib qolgan, uni singlim ko'rib qolgan. Astagfirullah. Keyinchi nima bo'pti? Endi 2 yoshli baxt uchun ikkalamiz bir ish qilamiz. Qanaqa? Keyin bilasan. Ha, bo'ladi. Rahmat aka, siz sababli oilamni saqlab qoldim. Qaytib bu yo'lga kirmayman. Zinoga yaqinlashmayman.